Kundalikni o'qib. Xulio Kartalning ushbu kitobida o'tayotgan umrning har lahzalaridan zavqlanadigan va hayotdagi har bir voqea hodisalar siri, joziba, hikmat mujassamligiga ko'ra bo'ladigan ta'sirchan qalbli insonning mahzun kechinmalari, o'yga to'ldirguvchi mulohazalari bitilgan. Unda badiiy asarlardagi singari sujet chizig'i, bir bilan mojarolashgan qahramonlar obrazi ko'rinmaydi. Mazkur kitobda ko'ngilda kechgan o'ylar bayon qilinadi xolos. Kitobning bosh qahramoni muallifning o'zi. Muallif uning asosiy va birdan-bir qahramoni, lekin ana shu yagona qahramon o'ylari, kechinmalari, hayot va inson umri haqidagi mulohazalari kishini ko'p masalalar xususida o'ylab ko'rishga, mushohada yuritishga undaydi. Kundalikning ahamiyati va e'tiborli jihati avvalo shu bilan belgilanadi. Aslida ayni sifat, xuddi shu xususiyat har qanday asarga joziba bag'ishlaydi. 4 satrli she'rning ham yuzlab sahifadan iborat romanning ham qadri aslida shu fazilati, ya'ni o'quvchiga qanchalik ta'sir ko'rsatishiga ko'ra aniqlanadi. Avvalo muallifning jumlai jahoni, yeru osmonni, hayvonot va nabot olamini yaratgan qudratli zotga e'tiqodi, ishonchi kishini havaslantiradi. U tevarak atrofdagi har bir mavjudot, barcha olamlarni yaratganning qudrati, hikmati, go'zalligini ko'radi. Mattigina maysa ham unda hayot zavqi, tiriklikka shukronalik hissini uyg'otadi. Unga qarab maysaning hayotini kuzatib lol qolasiz. Shu mitti beg'ubor maysa hayot qiyinchiliklarini pisand qilmasdan umrini xushnud tabassum bilan kechirishni uddalay oladi, deya mushohada yuritadi. Va azizim, inson taqdiriga yozilganiga rozi bo'lib, erishganiga shukr qilishni o'rganmas ekan, baxtga yetisha olmaydi degan xulosaga keladi. Muallif o'zi kuzatgan, guvohi bo'lgan, fikrlashi uchun turtki bergan, o'tayotgan kunlari, atrofdagi odamlar hayoti haqida mushohada yuritishiga sabab bo'lgan voqea hodisalardan shu tarzda o'zi uchun saboq oladi. Kundalikdagi necha marta tirnoq olsangiz, yana barmoqlaringizdan tirnoq o'saveradi. Bunda qanday karomat bor? Et ichidan suyak, ya'ni tirnoq qattiq narsa o'sib chiqishi meni o'ylantirgan, hayratga solgan edi. Inson a'zosida yana shunday holat bormi, deya o'yladim. Xayolimga marvaridday tishlarim keldi. U ham yumshoq et ichidagi suyak singari yaratilgan. Bu mo'jiza. Ham hayrat, ham dahshatga tushdim. Yumshoq tuproqdan o'sib chiqqan daraxtlar ham qattiq. Inson tanasini xayolimdan o'tkazdim. Uning terisi ostida yuzlab suyak mavjud. Suyak ichida esa ilik deya nomlangan yana bir et bor. Et ichida suyak, suyak ichida et. Tuproqdan daraxt hayot oladi, daraxtdan meva. Qanday betakror mo'jizalar. Shunday emasmi azizlarim? Barmog'imdagi tirnoqni kuzatib, bir necha lahzada shuncha fikrlar xayolimdan o'tdi. Darhaqiqat, olam ajoyibotlarga to'la kabi qaydlar boshqalar uchun ham ibrat bo'la oladi. Bu kabi mulohazalar bilan tanishganda har bir kishi tabiiyki tevarak atrofdagi voqealarga e'tiborsizligi, hatto o'zining vujudida mo'jizalarga ham beparvoligi to'g'risida o'ylay boshlaydi. Shukrona qilib yashashga hamisha behisob asoslar borligini beixtiyor xayolidan o'tkazadi. Kundalikda bayon qilingan aksariyat mulohazalar qachondir o'zining ham
ko'nglidan kechgani, lekin ularga loqayd qaraganidan ichidan xijolat tortadi. Chunki yosh qizning kundaligi har birimizning qalbimizga beparvo bo'lmaslikka undaydi. G'iybat, hasad, takabburlik, manmanlik, mansabparastlik kabi illatlarga berilish oqibatida ko'ngil qorayishi, yaratganga astoydil shukrona qilib, sinovlarga bardosh berganda esa kishining qalb qandili charaqlab yonishi, shunda olam munavvar, hayot zavqli, tiriklikning har lahzasi mislsiz mo'jizaligi esga soladi. Barcha kishilar ham kundalik muallifi singari barmoqlaridagi tirnoqlar, yerdan unib chiqqan maysa gul yaproqlaridagi shabnamga e'tibor qilganida insoniyat hayoti butunlay bo'lakcha kechardi. Unda dushman, raqib kabi so'zlar paydo bo'lmas, xavotir, qo'rquv, hadiksirab yashashga hech qanday asos qolmasdi. Kundalik muallifi hayotini kuzatib, mushohada qilgani singari vujudimizdagi har bir a'zoda, tevarak atrofimizdagi jonli, jonsiz har bir mavjudotda mislsiz sir, jumboq va hikmat mujassam. Chunonchi odam barmoqlaridagi tirnoqlar o'smay qolsa, tanasida qon tarkibi o'zgarib buzilar ekan, yoki angliyalik mikrobiologlar odamning umurtqa pog'onasi do'mg'azasi ichida tarix donasi hajmida bir gavhar borligi va kishi vafot etganidan keyin qancha zamon o'tsa-da ana shu gavhar chirib yo'q bo'lib ketmasligi, unga o'ta yuqori harorat ham turli kimyoviy moddalar ham ta'sir eta olmasligini aniqlashdi. Zamonamiz olimlarining bu olamshumul kashfiyoti esa bundan 15 asr ilgari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning insonning hamma a'zosi chirib do'mg'azasigina saqlanib qoladi. Insonni qayta tarkib toptirmog'iga shu do'mg'aza asos bo'lur deya qilgan marhamatlari ayni haqiqat ekanligi ilmiy isbotdir. Birinchi bor mehr qo'yganim, qushcham o'lganida juda xafa bo'lgandim. Uning rang-orang mayin patlarini silashni sevardim. Ammo bu sevinch meni tark etdi. Qushcham o'lib qoldi. Uni tuproqqa ko'mib ustini tozalayotganimda go'yo yuragimni sevintiruvchi manzaralar nihoyasiga yetgandi. Tabiat o'zi yaratdi, ammo bu nafis patlar endi nahot tuproq ostida chirisa. Xuddi shunday fikrlar xayolimni chulg'ab oldi. Birozdan so'ng quyosh ko'zgu ekani yodimga tushdi. Quyosh bitta, u yagona, lekin nechta ko'zgu bo'lsa shuncha quyosh aksi paydo bo'ladi. Agar g'aflat bosmasa, inson asl quyoshni ajrata oladi. Aks holda u ko'zgudagi aksini quyosh hisoblab ko'r-ko'rona hayot kechiraveradi. Asl quyoshni farqlagan holda ona tabiat saxiy, mehribon quyosh boshimizda nur sochmoqda. Qushchamdan ham ming bor ko'rkam jonzotlar, hatto inson ham nasibasi tugagach yana tuproqqa qaytyapti. Men esa bir qushcha uchun dardga ko'mildim. Barchamiz kun kelib bir siqim tuproqqa aylanamiz-ku, deya o'zimni otdim. Ho'k bo'lish, tuproqda chirish, nahot barchamiz rizqimiz tugagach tuproqqa aylanib yo'q bo'lib ketamiz, yoki o'sha chirigan xilqat boshqa joyda ko'karish, niholga aylanib yangi hayot boshlash uchun yo'l oladimi? Bu fikr xayolimga kelishi bilan meni mavhum tuyg'ular chulg'ab oldi. Balki men betakror manzara, o'lmas asar yaratsam, uni unutilib ketilishiga yo'l qo'ymasdim. Uni imkon boricha asrab avaylardim. Tuyg'ularimni, hayotiy kuzatishlarimni ifodasi bo'lgan satrlarni
muhofaza qilardim ehtimol. Shuning uchun meni noxushlik qamrab olgandi. Albatta Alloh taolo bu betakror asarlarni yo'qlik qa'riga mahv qilmas. Biror rassom oylar davomida yaratgan san'at asarini kun kelib olovga otib yoqishi uvoldan boshqa narsa emas. Ammo koinot uvolni tan olmaydi. U rizqi tugagan go'zallikning chirib yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Balki boshqa olamda sizga zavq berish uchun tiriltiradi. Alloh taolo karomati bilan jamiki jonzot nasibasi ado bo'lgach, bu dunyoni tark etadi. Ammo bizga baxt beruvchi bir narsa borki, hayot shu bilan tamom bo'lmaydi. Aksincha, bu o'lim savob amallaringiz bilan abadiy hayotga qo'ygan birinchi qadamingiz sanaladi. Qushcham o'lgan, undan so'ng yana ikkita qushcha parvarish qildim. Mana hozir shu qushchalar chug'urlashyapti. Ana, Robbim birini oldi, o'rniga mukofot tarzida juft berdi, dedim. Azizim, inson uchun bundan ortiq baxt bormi? Mehribon quyosh hamon birday nur sochmoqda. Nimasinidir yo'qotgan insonga go'zal sabr uchun undan-da yaxshiroq mukofot beriladi. Hayotning yangi jilvalarini ko'rasiz. Qalbingiz ziyoga to'ladi. Hayotni seva boshlaysiz. Ko'nglingizda yangi umidlar uyg'onadi. Ko'zgu sinishi mumkin, chunki uning ortidagi ilohiy go'zallikni payqash qalbi uyg'oq insonlarga nasib etadi. Yangi ko'zguda yangi go'zallikni ko'rasiz. Dunyo havaslari ko'zgusini sindira olsangiz, oxirat saodatiga erishasiz. Asl mohiyatni mazkur ko'zguda yorqinroq ko'rish baxtiga muyassar bo'lasiz. Qalbing umidini so'ndirma. Osuda tun poyoniga yetib, juma tongini qarshi olyapmiz. Atrofni quyuq tuman qopladi. Shu sabab tevarakni ko'rib bo'lmaydi. Dengizda kemalar harakati vaqtincha to'xtatiladi. Manzarani kuzatar ekanman, xayolimga g'alati o'xshatish keldi. Inson kundalik rejalarni havoning holatiga qarab belgilash haqida o'ylar edim. Ya'ni inson ruhiyati tabiat shartlariga ko'ra o'zgaradi. Yomg'irli kunlarda o'zimni mahzun, sovuq kunlarda noxush, havo issiq kunlarda baxtli his qilaman. Kechadan buyon kema qo'ng'irog'i eshitiladi va bu esa tumanli havodan barchani ogoh etadi. Har doim bunday manzaralarni ko'z oldimga keltirganimda ichimdagi tuman tashqaridagi tumandan quyuqroq der edim o'zimga. Beto'xtov ogohlantirish yubormoqda. Diqqat, quyuq tuman, qoidalarga rioya qiling, hayot aziz. Ha, hayot sinovi shu ekan. Tashqarida odamlarni tumandan to'xtovsiz ogohlantirayotgandek vijdon, ruh, ko'nglim doim meni sergak bo'lishga chaqirar edi. Menga xabar yuborardi ular. Nafsing tufayli quyuq tuman qoplab oldi. Atrofni yaxshi ko'ra olmayapmiz. Savobdan uzoqlashyapmiz, deydi. Ular rost so'zlashadi. Qalbimni dunyo havasi egallaganki, men g'aflatdaman. Koinot munavvar olam yaratuvchisi Parvardigorni eslashdan yiroqman. Menga dunyo xoyu havaslari, dunyo tashvishlari bo'lsa kifoya.